Assalomu alaykum. Assalomu alaykum do'stlar, birodarlar. Yurtdo'laringizning hammaga yana biz ham keldik. Qadrdonlar. Lekin bu musullarga qaranglar bu. Ina prokat kelaylarga qaranglar buni. Yarasam shunday turibni. Ina musur. Ko'r yaxshi endi ko'rsatsa. Ina bugun ochiqchasini so'rashadi. Nadrofada bilasizlar, men realni. Birodan qo'rqacha kelimiz yo'q, birodan dilqis kelimiz yo'q. Ina baqlashchalar. Ina vajda kurkan o'zi qadrdonlar tamom bo'lgan. Bunda turib rasxot atincha bir chiroyli bir ideya beraman, eshitinglar, video davomida ko'rasizlar. Quyoshning bir suvi bor, zo'r yaxshi, men gap yo'q. To'qaga ishdan yana xudo xolasa. Ina. Erchilar ko'r tutadi qishni yazin. Farq yo'q buna. Ina. Ko'rib yapti. O'rtoqlar. Suv neden chiqaradilar? Suv ishidan chiqadimi? Bunga ham shuncha rasxot etdingizlar. Молодец. Gap yo'q. Yana to'qlar. Suv nega ketgan bilmayman. Qadrdonlar. Siz bu joy siz bilgan, siz tanigan shu 450-kilometr o'rtoqlar. Gap yo'q. Ko'rib yapti, ko'rib qaqshyapti. Bu. Turk bozor. Молодец. Sho'raga shuncha rasxot atib, reykalarni dikib, Turk bozorining otisi bu. Gap yo'q, zo'r. Lekin qadrdonlar, bu narsa o'ta bir qiyin narsadan bu. Ko'rib yapti, shunchaki daraxtlar. Hammaga nima kerak? Reklama kerak. Lutchi. Inasi narsani qurgan insonni atasına rahmat. Shu narsani qurganni atasına rahmat. Hamma shundan ko'ra. Lutchi buni daraxtda ekinchi o'zingiz brendlaringizni tushirib, ishini turib o'tiradigan quyosh paneli qo'yinglar. Ya qo'ydirtiringlar. Masalan, o'rtoqlar. Pamuğuyla. Yapıyor yani. Oturalar, kürsüler. Acayip. Satan bak. 1'de 20 minut. Kuruptayın dayı. Köpezler. Kapelnitsa olarak kapılan mı? Soç permanenttir. Oho, ne kadar mı? Ne oldu? Beşaram su istep tuttum içine. Bana tamam mı nettir, biraz foto atınca. İşin nettir, nin koyuyorsun la mesela stroy serpir, o onu. Doğru mu? Merkez özü brand'ını düşürüp mesela reklama gerekiyor. Çertek kurslar mesela oturup ötken kayıtkan dua kılıp gidedi. İşin ezen kurgan insanın atasına rahmet. Doğrusu. Duşi. Hakikat. Şunca ara suda tıkıyorsun. Mesela geçti. Reklamalar kanka. Ne oldu? Gülleri. Ben neyse gülleri yırtılıp yaptı. Молодец. Terma Traventin reklama buldun. Plantaja bazen. Duşi. Letnaya kuhneya. İşine tırıp mesela geçti şöyle birini koy. Terma Traventin sizden birini koyun. Mesela geçti. Soğuk, kalpak, uz. İşine tırıp birini koyun. Şöyle bir altısı dursa işine tırıp kutu stroysa olup yan başına iskusini güllerini koyunlar çırayla atıp. Korup kakşılayıp yaptı. Buna plak kensi, mutamı asladı. Öldümden de 10.000 somdan da sayarkasınız kemi. Assalamu Özbekistan bu yaptı. Erçe bu gap yok. Yan başına erçek yine. Молодец. Atasına rahmet. Kim ekken işini?
Yük maşinalar remont. Menzil Xanka vokzali. Молодец, yine numara, yine. Tekin reklaması size. Allah razı olsun. Hiç hatta koyun la. Üstüne sayabandan koşacak geldi Murat. Yine de üçgen var ekan sayabandan. Yine. Yine çamaşırda toxta bir şeyde demini alıp mesela geçti. Aa. Keyin ana hacatxonam bor ekan unda. Hacatxonani qurgan inson ham katta rahmat. Ha, qaradi u hajatxonamda. Yine hajatxonani qurgan inson ham katta rahmat yine. Meniki qistab keltiradi hozir. Surashga urdim, savobi berdana. Sen geçti. Yine. Ey, молодец ey. Qaytatdan kimde kim, qaysi ne bo'ladigan bo'lsa, brend egalari bo'ladigan bo'lsa, daraxtlaringizni ko'parmadan yine oddiy misol Turk bozor. Territoriya etib qo'ysa o'zingiz, ish territoriya sizlara, shu territoriyada bir usta kursak kelib chiroyli qilib xalqning duosini angla, ne deysizlar? Mesela geçti. Üstüne kalarsan quyosh paneli qo'yasan, zontik qo'y. Hava. Yan başına bir iki baklashga buz yuyib kola qo'y. Hava. To'qi va sveti va quyosh panelidan gap tutdi. Var bo'ling, o'zingiz ham hormang. Suv quyacakmisiz? Ya siperdingizmi? Yo'q. Suv chiqartmaga. Anodan to'ldiryaptimi? Arisi artizmi? Bilamanmi? Yana. O'sha mana shularga Bachoklar ikki ko'stamadingiz shuni. Panasam ishi bachokam. Ish bachokli plana. Shundan bir ikkini beradi uni kemi. Doğru emasmi? O'tiradan üstel kursi qo'y deyman. Ha, qarashdi. O ana olmang. Gulnoga kerak bo'ladi deyman. Yan boshqa iskustunni qo'y, obodonlashtirib ketadi o'zi. Hamma ish chiroyli bo'lib. Yana. Nasıllar yaxshi. Kim ekitadi buni? Ayşe xalan gap ekitan buni. Yana. Meni yomon ko'rsangiz, yomon ko'ringlar. Hava. Doğru gap. Yapmaydiz-ku. Zalo. Yana. Dikib qo'ysamaysiz yana. Uzur lekin doğrusu. Meni chiroyli bir sizlar bir nam maslahatim. Az yana bir yere gördüm göstermadim. Yine kurt tuttu. Yine Ruslan Studio. Sizi territoriya yo'qdi, Ruslan Studio şu. İşör sizde şu. Buna bu. Kurash federatsiyasi. Ha, mesela geçti. Kim? Yine piveler urg'anlab berdi. Mola deysa yine. Allah'ım nazar tushdi deysiz. Yine. Sarbas Life reklama buldun. Pulun taşıysan reklama. Tushundingmi? Ad shu. Ha. Молодец ey. Yine buna qaramaya. Yine mesela kim etken olsa atasına rahmet için. Xalqni o'ylab, yonboshlarni sayatib, tepasini sayatib, tiyina falga tashib, namoz o'qiydigan inson bo'lsa deb, joy namozini ham qo'yib ketdilar. Maşallah. Yine Allah razı olsun yine. Yine ortaklar. 2-3 joy namazı var yine. Yine savab. Yine tiyinda o'tirib, yine tasbihlarim bor. Atasına rahmet için kim qo'yib ketgan olsa, молодец. Yine işini ettirib keting endi bo'lmasa. Saya salkında mazza qilib o'tiradilar yana. Ajoyib, zo'r duolarni qiladilar. Ha, qonni ochsa bir narsa qilib yeb beradilar shu sayada o'tirib. Qadrlaydilar. Juda ko'pchiligingizga gullatamiz, yashnatamiz, bog' qilamiz, ta ina qilasan. Ikki ishni ettirib gullatib yashashga o'zar. Ina savobni olib ketdilar, zo'rini. Ha. Yine ko'rib qaqshab yaptı yine. O nem bo'lmaydi. Yurtdoshlarim, eldoshlarım. Ha. Hech qanday ko'nglinga tegajagim yo'q. Lambur ham kelibdi. Молодец. Lambur ishingizdan bir dona shuni nakka qo'yasan ustiga kirsa. Ha. O'rtoqlar, qadrdonlar. Xafa bo'lmanglar. Do'st achitib gapiradi, dushman guldirib deydi. Ha, salgina bir uyushtirib bergan bo'lsam uzr lekin. İşini yaptırıp yine 1, 2, 3, 4, 5'ni koysanızlar. Ben tarafından bir 5'ni koysanızlar. Yan başına iskustunlu güllerini koyuverseniz. Yine. Quyosh panel var. Pony bir 5'sine yeterdi. Mesela işte. Yine eşide oturan insanım gelip dua kılıp, mazza kılıp gider yani. Zaten sayada oturttu. Yani. Grant Mebel hemen ya zor oturttu reklamadları sıkıntı şöyle gelsin ha gel durup. Brendimiz reklama olsa hop keyin reklama bo'ladi axir. Yine. Mesela geçti.
Yine yo'laklarni o'tib qo'yibdilar. Молодец. Mehnatlaringiz halol. Lekin shu narsani chiroyli qilib, yana musullar yotibdi yine. Yine stakanlar. Nima deydi bu? Jo'shqin brend. Jo'shqin. Молодец. Beruniyli bola o'xshaydi bu. Jo'shqin degan ko'rganman bu bolani. Ava. Birdan ishingni ikkalasan Jo'shqin, xudo qazi do'stim. Yine. Xorazm beton. Siz ham birini ikkalasiz. Hop. Kim bor? I love you my Kimi. Siz ham birini ikkalasiz. Tushundingizmi? Keyin boshqa yo'q ekan yana Xorazm beton bayanam. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Xo'jako'l mebel, Qatag'on. Siz ham birini ekansiz. Siz aka qo'ysiz. Canınız sağ olsun. Yine. Xorazm beton. Tovoqlar aldım, nollar aldım. Bu ne bu? Bundan ne bu? Bürünç bu. Atama gene gerek mi bir yere bürünç? He? Bürünç ne o? Yine. Ne oldu? Bürünç ne bu? Bürünç çok şart tutuyor yine. Bürünç. Bunun içinde ne bu? Açamaz. Açamaz. Tok işlet tuttu yine. Neçe volt per tuttu bilinmeli. O işlettirip rozetken koyup başınızda telefonlarınızı ziyaret verirse yine. İyi bir şirkete veriyorlar yine. Üff. Ne bu? Doğru mu? Oğutma yine musurla ya. Yine musur. Abonaçılar, dostlarım, braderlerim. Siz çekti mehnat ettik. Bu Xorazmning gücü bu. Xorazmning gücünü yine bir görsatib beramiz. Videoga like bosamiz. Gapim xato bo'lsa meni kechiringlar. İşini ettirib o'tiradigan maskandan atsak. Qo'yinglar bu daraxtni, gullaydigan. Bu yerda qiyin narsa bu narsa. O'ta qiyin narsa. Ava. Ko'ngilingizda degan bo'lsam ming bor uzr. Sizni yaxshi ko'raman. 450 kilometr. Urganch tarafdan kelsangiz 200 kilometr. Bo'ladi ekan bu yerga kelishguncha. Bundan kelsangiz Buxorodan kelishim 200 kilometr bo'ladi ekan. Shuni kalk ikkisini o'rtasida joylashgan. Obunachilar. Allah hammamizdan rozi bo'lsin. Zo'r, ajoyib. Yurtni olamizni. Ko'ngilingizda degan bo'lsam, ming bor uzr. Abdushi, sen yaxshi ko'raman.